بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلى آخر السورة. 98. Sure Beyyine. Bu sure Medine'de nazil olan 8 ayet. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayın. Ehli kitaptın, yani Yahudiler ve Nasaralardan kafir boğallar ve müşrikler özlerine Muhammed Aleyhisselam elip kelgen ravşan delil kelgenge kadar küfreden ayrılgıç bulmadı. Muhammed Aleyhisselam azgınlık ve cehaletini bayan kılıp verip ularını imanға davet kıldı. Bu roşan delil özgür ketiş ve arılışıp ketişten saklanğan Allah'ın kalamından ibaret pak sahifelerini tilavet kılıp turduğan Allah tarafından kelgen Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah Teala yeni bir ayette mundaq degen. Cemi hamdu sana Allah'a xastır ki Allah insanlarını öz tarafından boğan qattiq azaptan agahlandırış, yaxşı amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukafat, yani cennet beradiganligi bilan xo'sh xabar berish uchun bandisi, yani Muhammed Aleyhisselamga to'g'ri hech qanday qing'irlik, ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nazil qildi. Kaf 1-2 oyatlar. Beyyine suresi hicretinin 3. yıllarına doğru geliyor. Peygamberliktenki 13. yılığa hicretinin 3. yıllarına doğru geliyor. Yani Peygamber Aleyhisselam Medine'ye gelip İslamiyet'te küçüyatkan çağda müşrikler ve Yahudiler taraftan Peygamber Aleyhisselam'ın yoktuşqa uğrunğan hücum kılıvatkan çağda doğru geliyor. Şunun için Allah bu yerde Mekke'deki çağda Mekke müşriklerinin Kureyş'in ahvalini bildirdi Peygamber Aleyhisselam'a. Medine'ye gelgendeki Medine'deki düşmanlar müşrikler ve ehli kitap, yani Medine etrafındaki Yahudiler ve Hristiyanlar. Allah bularını Peygamber Aleyhisselam'a düşündürüp şundaqlaydı. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir boğallar ta ki ulağı uçup aşkarı delil kelgenge kadar ayrılğıç bulmadı. Bu surenin birinci ayetinde nurgun mufassirli bek ixtilaf kılışıdı. Çünkü mezmunu bir xil aniq emas. Çünkü o müşrikler bilen ehli kitapның nimadan ayrılganlığı ayrılğıç bomba dediğin kelime bağlı böyle. Nimeden ayrılganlığı deyilmeydi. Mesela Kur'an'da tefsir kılınğandek, mufassirlerin tefsir kılınğandek, Muhammed Aleyhisselam kelgeçi küfrden ayrılğıç bomba deyip tercüme kıldılar. Bunda deganlik Muhammed Aleyhisselam kelgendeki küfrden ayrıldı, Müslüman oldu, kafirlikten ayrıldı degan ma'no keldi. Amaliyat shunday bo'ldimi? Bo'lmadi. Ehli kitap mı, Yahudiler mi, Nasaralar mı, müşrikler mi? Peygamber Aleyhisselam kelgenden keyin tez karşılık gösterdi. Şunun için asaslık ihtilaf mufassirlerinin ihtilafı bu ayetteki munfakkine degan kelimede. Mesela ehli kitaptan ve müşriklerden kafir boğallar ta ki ularga beyini kelgenge kadar ayrılgıç bulmadı. Munfakkin infikak kelimesinden infikak degen bir narsaninki arasida qolgan narsani kuch bilan kuchab tortib, qarib turib, jirib turib, o'tirishdan elib chiqarib etgan narsa.
infikak deydi. Bir narsaga eg'ir kuch bilan siqilib qolgan narsani qayirib turib elib chiqarib etganini aytdi. Shuning uchun hozirgi ma tafsir bo'yicha tafsir qilingan chaqda ular toki bayina kelganga qadar, ya'ni Muhammad alayhisalom kelganga qadar, uchuq dalil kelganga qadar ular kufrdan ayrilg'ich bo'lmadi degan mazmunning ta'tirsiz ko'rsaklar payg'ambar alayhisalom kelgandan keyin qanday bo'ldi? Kufrdan ayrildi. Bunda tarjima qildiganlar bor. Masalan, payg'ambar alayhisalom kelgandan keyin nurg'un mushriklar mu'min bo'ldi. Yahudilarning ichidan mu'min bo'lganlar chiqdi. Xristianlarning islomga kirganlar bo'ldi. Bularni ko'rsatib turib, manda tarjima qildiganlar bor. Asosliq dangliq mufassirlarning tafsiriga ko'ra bu oyat munfakkin kalimasi infikak degan bir narsa kelgandan keyin siqib sunib chiqarganni aytib, uchiq ashkari dalil kelganga qadar bo'lib birlik satning ichida etdi deymi. O'z zamonasida shu payg'ambar alayhisalom kelgan chaqda u vaqtdagi davr qanday davrda payg'ambar alayhisalom Madinaga kelgan chaqda Yahudilarning 3 qabila bor edi. Bani Nazir, Bani Qurayza, Bani Qaynuqa deydi. Bu qabilalar Arab qabilalari orasida davomli jang bo'lib turibdi, urush bo'lib turibdi. Bu chog'da bu Yahudilar, ba'zi chog'da Xristianlar Arablik shunday deydi. Yaqin zamonda bizning Tavrat kitobimiz qaraganda, bizning Injil kitoblarimiz qaraganda, oxirgi biz saqlayotgan payg'ambar keldi. O payg'ambarning kelish alomatlari hammasi to'liqlanib bo'ldi. Ya bu yil keldi, ya kelar yil keldi, yoki yaqin zamonda keldi. Şu payg'ambar kelgan chaqda u bizdan chiqdi. O payg'ambar kelsa, o payg'ambar hammaning ustiga g'olib keladigan payg'ambar bo'lg'achqa, hozir bizni buzgetgan bilan o payg'ambar kelsa, hammani yo'qotib tashlaymiz. Deb payg'ambar alayhisolamning kelishini umid kutib, oxirgi zamon payg'ambarini arablarni shunday qilib ta'did qildi. Yahudilar payg'ambar alayhisolam orqali arablarga ta'did qildi, xristianlar shunday qildi. Şu peygamber kelsalam hammani yengitimiz, yo'qitimiz deb. Shuning uchun bu oyatni demoqchi bo'lgani, toki bu bayina kelganga qadar ular Muhammad alayhisalomni qo'llashdan, Muhammad alayhisalomni tashviq qilishdan, uni agishishdan, uni danglashdan, uni bizning aytib olishidan ayrılmaganda. Muhammed Aleyhisselam bizden çıktı deb turganda, Muhammed Aleyhisselam kelganda biz g'alaba qilamiz deb turibdi. Hammasi o'zininki İslamiyetga oid ekanligini, ya'ni shu chaqdagi o'zining dinininki to'g'ri ekanligini so'zlab turib, Muhammed Aleyhisselamning shu dinning ustiga kelganligini da'vo qilishdi. Ammo Muhammed Aleyhisselam uch dalil bilan kelgandan keyin bular o'z maydonlarini ariqlab ketdi. Mesela Muhammed Aleyhisselam kelgandiki qanday bo'ldi? Yahudilar bizni emaskan deb hammasi so'zladi. Mesela Peygamber Aleyhisselamning sifatlari, bütün shakl shamoillarining hammasi Tevratda yozilgan, Injilda yozilgan, hammasi bor. Muhammed Aleyhisselam kelgandiki hammasini selishtirdi, rostga. Mushu oxirgi zamon payg'ambari shu ekan deb ishondi, ammo o'zidan kelmaganligi uchun hammasi arilgan chiqdi. Bunun misal için Safiye anamız Peygamber Aleyhisselam'ın ayarlarından birisi. Keyinki zamanlarda şu çağdaki Yahudilarınki ahvalini misal kılıp, bayan kılıp şundak deydi. Bu Safiye Huyey ibn Ahtab'ın kızı. Yahudilardan bir kat ve şey. Huyey ibn Ahtab. Bu Huyey ibn Ahtab bilen onun aksi Munda bir payg'ambar chiqibdi desa, payg'ambar alayhisolamni ko'rib kelgili bordi. Rasmida yolg'onmi dedi. Payg'ambar alayhisolamning qashig'iga kelib, payg'ambar alayhisolamni tekshirdi. Tavratda bo'lgan bütün sifatlarni, bütün shakl shamoilini payg'ambar alayhisolamga selishtirib baqdi. Selishtirgandan keyin hammasi to'g'ri chiqdi. To'g'ri chiqqandan keyin Huyey Ahtab bilan uning qarindoshi uyga yenib keldi. Uyga yenib kelgan chog'da bu Safiyanimiz shu chog'da 8-9 yaşları, küçük vakti.
kichik qiz bola. Kelib o'tirib, shunda ro'yal tushib ketgan. G'amkin holda o'tirishib ketgandan keyin Safiya onamiz shunday deydi. Dadam Huyay ibn Akhtab akasidan so'di deydi. U shumi deb so'di deydi. U degani Payg'ambar alayhisalom. Shumi degani biz necha vaqtni kutayotganimiz shumi. Biz Tevratda chiqayotgan biz kutayotgan oxirgi payg'ambar shumi deb so'di. So'g'andan keyin ha shu dedi. Degandan keyin dadam qo'pab, endi qanday qilamiz degandan keyin